Muhammad Ayub seni jo'jani kim olardi uka? 100 ming so'm ham qo'yasan, insofing bormi deganlar uchun. Akalar, bu narsa shunday narsaki, o'zini xaridori, o'zini ishqibozi bo'ladi. Hamma ham bozorga borib, tavakkal qilib olib kela olmaydi akalar. Kelsa tug'ib turgan tovuqni sotib, qari tovuqni biz jo'jalardan olishib, xudo xolasa 2 oylik, 1,5 oy, 2 oy uzoq rasa oshib ketsa, rasa bo'lsa ham 1 oyda tuxumga kirib ketadigan jo'jalarda bular akalar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, inshaalloh jo'jalarimiz olib ketgan akalarimizni videosini qo'yib qo'yamiz. O'zini qo'yib bera olmaymiz, lekin iloji boricha qayerdan kelgan shunaqa ma'lumotlarni olib video davomiga ulab qo'yamiz. Inshaalloh jo'jalarga nima bersa bo'ladi, Muhammad Ayub seni jo'jang zo'r katta bo'lyapti degan obunachilarim uchun retseptni ham videoda oxiriga joylab qo'yaman akalar. Qo'limdan kelgancha nima desa bo'ladi, kommentariyaga ham zakrepit qilib qo'yaman. Lotin tilida faqat kechagi kuni olgan akamizga retsept tashlab bersam ko'pchilik tushunmayotgan, bilasizlar, doktorlar ajib-ajib qilib yozishadi. Doktorga yozdirib qo'yganmiz pulli, lekin sizlarga shunday Vodiy Chorlu kanali uchun shunday qo'yib beraman akalar. Jo'jalarimiz sotilyapti, narxlari 100 ming so'mdan. Uje yanvarda oxiriga kelganda uje 120-150 gacha sotiladi, hurmatli obunachilar. Nimaga desanglar, jo'jalarning holatini men hech qachon sizlarga bunday qilib ko'rsatmayman. Nimaga? Kelganingizda kichkina ko'rinib olmasin. Kelganingizda mayda ko'rinib olmasligi uchun men sizlarga iloji boricha sizlarni aldamaslik uchun mana shunday qilib doim balanddan olaman. Lekin ayrim odamlarga o'xshab maqsad aldab sotishlik bo'lsa, akalar, jo'jani mana qaranglar mana. Mana shunday qilib oladigan bo'lsa, tovuq bor akalar, tovuq. Ko'rasizlar, men jo'ja deb mana bunday qilib olganim qayoqda-yu? Mana qaranglar. Bunday qilib oldim qayoqda-yu? Bunday qilib oldim qayoqda mana. Kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz, jo'ja kattaroq. Ancha yeriroq bo'ladi. Ko'rasizmi? Yaqindan olib sizlarni aldamoqchi bo'lsam, yaqindan olib sizlarni aldab qo'yalaman. Lekin menga unaqa narsa kerak emas. Menga davomiylik kerak. Sizni kimdir qandoshingiz yoki akangiz yoki ukangiz olib ketsa, siz baraka qilsangiz, keyingi safar o'zingiz kelasiz. Albatta o'z oyog'ingiz bilan kelasiz. Sizni hech kim majburlay olmaydi. Pul sizniki akalar. Aka, opalar, singillar, bitta opamiz ham telefon qilgan. Muhammad Ayub, siz jo'jalaringizga rosa qiziqdim. Xudo xolisa shu biznesni qilaman degan. Inshaalloh shu opamizga ham jo'jani qilib beramiz. Ko'ryapsizmi, svitimiz ko'p ketdi bu yoq. Diskotekada yashayapti jo'jalar. Lekin svetmi qo'yniga yo'q. Telefonning nuriga shuna qo'yib ketyapti. Mana jo'jani hecham sizlarga yaqindan ko'rsataman. Mana ko'rsatsam qanaqa go'zal tovuqlarni o'zingizlar tushunib olsanglar bo'ladi, lekin men sizlarga hech qachon yaqindan olib tovuq holatda ko'rsata olmayman. Jo'jalarimiz aytganimdek narxlari 100 ming so'mdan akalar. Shoshilamiz, kelgan attang qilib qolmanglar akalar. Ulgumay qolibmanda Muhammad Ayub, ertaroq bo'lganda olib qo'yardim Muhammad Ayub deb yurmanglar akalar. Jo'jalarimiz 90% makiyon, oshib ketsa 10% jo'jasi bor, xo'rozi bor. Yoki undan ham kamroq akalar. Jo'jalar bo'shim sog'lom, bo'shim garantiyali tiniq jo'jalar, Andijon qora jo'jalari. Andijon qora jo'jalarini bilasizlar. Mo'merading hozircha YouTube platformasida, Instagram platformasida o'ta nima bo'ladi, o'ta rivojlangan Andijon qora jo'jasi. Obunachilar, sizlarni aldab mahinni qilib chiqarsam bo'ladi, qaranglar. To'g'ri holatda, lekin kelganingizda kichkina ko'rishni o'rniga kelganingizda ko'zingizga katta ko'rinsa, u boshqa narsa obunachilar. Men shundan kayf qilaman. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Oxirida ratsionini ham tashab qo'yaman, dorilarni ham tashab qo'yaman akalar. Bu pixirlaganga, yo'talganga, grippga, ko'zi shishib ketganga, ko'z yumilib qolganga telazin makrolan beryapman. Xudo xolasa mana 9-sinfniki Yazovondan bir obunachim bor, yoshroq bola. 9-sinf, 10-sinf adashmayotgan bo'lsam, shu ukamiz ham xudo xolasa mana kechagi kuni telefon qilyapti. Muhammad Ayubga to'g'rilarim mana shunaqa holatda bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi degan ukam aytib, xudo xolasa chiroyli qilib
И aptekachilar boshqa dorini tavsiya qilishadi. Yo'q, akalar, umuman boshqa dori olmanglar. Telazin makralan bo'ldi. Siz so'ragan narsani berishga majbur, chunki siz pul sanayapsiz, akalar. Shuning uchun telazin bilan makralan olinglar, bo'ldi. Boshqa oshcha narsa kerak emas. Videoda retsept bo'ladi oxirida, narxi bo'ladi. Narxi aytganimdek 100 ming so'm. Tanlab olaman siz, yana ham narx ko'tariladi. Bir chekini olsak, biz olib chiqqanda olsangiz, xudo xolasa, o'sha 100 ming so'mdan qilib beramiz, akalar. Kelaverasizlar, dorizamiz 24 ga 7 ochiq inshaalloh. Endi dakan jo'jalarini xabasiga yonib qo'ymasam bo'lmaydi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizda kamchilik xatosi bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Kommentariyaga yozib ketsanglar, keyingi videolarda xato kamchiliklarimizni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan kanalda admin Muhammad Ayub bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.